Assalomu alaykum aziz talabalar, bugungi darsimiz mustaqillik yillarida O'zbekistondagi ma'naviy, madaniy taraqqiyot mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Ya'ni bu mavzu bo'yicha har bitta kishi ya'ni tarixiy xotira nima ekanligini, ya'ni tarixiy meros, avlod ajdodlarimizni qoldirgan merosini haqida va shuningdek har bitta davlat o'zini eng kuchli tomonini ko'rsatadigan ma'naviyat degan tushunchaga urg'u berib o'tamiz va bu aynan O'zbekiston Respublikasi mana shu mustaqillik yillarida bundan oldingi, ya'ni mustaqillik yillariga erishishdan oldin esa qancha yo'lni bosib o'tgan davrni boshdan ko'chirganligi haqida ham biz bugun suhbatlashamiz. Aynan ma'naviyat haqida gapirganimizda O'zbekiston Respublikasi bu kunlarga osonlikcha erishgani yo'q. Chunki mustaqilligimizga mana yaqin yillarda 91-yilda mustaqillikka erishgan bo'lsak, dastlabki birinchi qadamda aynan shu mustaqillik degan tushunchani har bitta davlat o'zini mustaqilligiga ega bo'lish kerak ekanligini bizning birinchi prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov birinchi qadamni qo'ygan edilar va O'zbekiston Respublikasi birinchi marotaba o'zini mustaqilligiga erishishdan so'ng dastlab o'zini o'zbek tiliga ega bo'ldi. 1989-yil davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shuningdek, O'zbekiston mana shu yer yuzida yana davlat sifatida maydonga chiqish uchun eng avvalo o'zining gerbiga, madhiyasiga, bayrog'iga, shuningdek valyutasiga ega bo'lishi kerak edi. Bu o'rinda albatta tariximizga nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Chunki tariximizda necha ming yillik mana shu tariximizda ajdodlarimiz o'tganligi va shu ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishimiz, keyingi avlodga esa o'rnak bo'la oladigan darajada o'zimizni ko'rsatib bilishimiz kerak. Buning uchun esa biz xalqning madaniy qadriyatlari, shuningdek uning ma'naviy merosini anglashimiz kerak. Qachonki o'zimizda bu narsani his qilsakgina, o'shanda jamiyatda har bitta inson o'zini mukammal bir o'rniga ega bo'la oladi. Va shu o'rinda alohida aytishimiz kerakki, tarixiy xotira degan tushunchaga urg'u berishimiz kerak. Chunki tarixiy xotirasi yo'q insonning kelajagi bo'lmaydi. Chunki u bir manqurt kabi hisoblanadi. O'z navbatida aytishimiz mumkinki, biz o'zimizni davlatimizni hududini umuman olganda haqqoniy tarixini tiklashimiz kerakligini va bu tarixchilar bilan bo'lgan suhbatda ham tarixiy xotirasi kelajagi yo'q asarda ham bu alohida ta'kidlab o'tilgan. Ya'ni tarixchilar bilan birinchi prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov birga bo'lgan suhbatda aynan tariximizni qaytadan yozishimiz kerakligi va haqqoniy va xolisona tartibda bayon etilishi kerakligini o'sha yig'ilishlarda ham aytib o'tilgan edi. Ayni paytda umuman bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tarix bu millatning haqiqiy tarbiyachisiga aylanmog'i kerak va hozirgi kunda aylanib ham boryapti. Umuman olganda 1990-yil 20-yanvarda Toshkent shahrida aynan faollar bilan bo'lgan yig'ilishda aytib o'tildiki, yuksak madaniyatga, ya'ni Toshkentni yuksak madaniyatli shaharga aylantirish, shuningdek uni o'sha kelajak avlod uchun dastur amal xizmat qiladigan va aynan shu faxrlanadigan shaharga aylantirish masalasi qo'yilgan edi. Umuman olganda mana shu faollar bilan bo'lgan yig'ilishda birinchi prezidentimiz Islom Karimov shunday fikrlarni aytib o'tgandilar. Ya'ni tariximiz uchun ham, hozirgi kun uchun ham o'zbek ishchilarining, o'zbek dehqonlarining, shuningdek o'zbek ziyolilarining uyalishlariga hech bir asos yo'q. Chunki ular juda og'ir sinovlarga, ba'zan esa nohaqliklarga munosib tartibda, ya'ni mashaqqatli ishlarini munosib tartibda ravishda ado etib kelmoqdalar va bu bilan ular faxrlansa arziydigan fikrlarni keltirib o'tgan edilar. Umuman olganda ma'naviyat deganda nima tushunishimiz kerak? Ya'ni ma'naviyat bu insonning ichki va tashqi olamini aks ettirish kerak. Agarda uning ichki olami boshqacha
tursa, uni tashqi olami kiyinishi, to'g'ri biz tashqi olamni aks ettiramiz, uni kiyinishi, yurish, turishi bilan belgilasak, uni ichki olami, uni hissiyotlari, uni axloqi, tarbiyasi bilan bog'liq hisoblanadi. Ana shu ichki va tashqi olami birlashsagina uni ma'naviyatni aks ettiradi. Shuning uchun ham hattoki mana hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni ham aynan kitobxonlikka e'tibor qaratilishi bejizga emas. Chunki qachonki inson mana aytaylik oziq-ovqat, ya'ni ovqatlansakgina biz qornimizni to'yg'iza olamiz. Ovqat orqali biz qornimizni to'yg'iza olishimiz mumkin, lekin miyamizchi, ya'ni inson ruhiy kamolotga qanday erishadi? Ruhiy kamolotga erishishimiz u ma'naviyatni boyitish kerak. Ma'naviyatni boyitishni albatta bu bizni ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan boy o'sha manbalardan foydalangan holatda kitoblar o'qib o'rganib bilishimiz mumkin. Bizni ajdodlarimiz kim bo'lgan va biz kim bo'lishimiz kerak? Bizning qonimizda kimlarning, bizning tomirlarimizda kimlarning qoni oqmoqda? Va bu bizga faxr tuyg'usini bergan holatda kelajak avlod uchun mana shu ilmlarni to'g'ri yetkazib berishimiz kerak. Aynan 2021-yilda o'sha 19-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning video selektor bo'lib o'tganda ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirish. Chunki mana shu ma'naviyatga e'tibor qaratilsagina jamiyatda ko'p narsaga erishish mumkinligi aytib o'tilgan. Sababi aynan prezidentimiz shunday fikrlari borki, jamiyat hayotining tanasi bu iqtisodiyot deyiladi, lekin uning joni va ruhi ma'naviyat hisoblanadi. Aynan mana shu o'rinda bitta narsani aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillarigacha bo'lgan davrda juda ko'p mashaqqatlarni boshdan kechadi. Oddiygina mana dinga bo'lgan e'tiborni oladigan bo'lsak, hattoki masjidda namoz o'qish uchun markazdan ruxsat so'rashgan. Holbuki bu narsalarga cheklov qo'yildi. Ya'ni mustaqillikka erishgandan keyin davlat o'zini ya'ni rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kirar ekanmiz, o'zini har bitta indeks ko'rsatkichiga ega bo'lishi lozim. Shu o'rinda diniy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, mana ma'naviyatimizga ta'sir etuvchi aynan Qurbon hayiti yoki kichik hayit deb nomlangan diniy o'sha bayramlarimiz, ya'ni Eid al-Adha deb nomlangan diniy bayramlarni o'sha keng nishonlanishi, ya'ni bu o'z navbatida aynan ma'naviyatimizni belgilaydigan holat. Yo'q bo'lsa bitta narsani alohida aytib o'tishimiz mumkinki, har bitta ajdodimizga munosib ravishda bo'lishligimiz va munosib ravishda unga e'tibor qaratilishimiz ham bu ayni paytdagi mustaqillikka erishganimizdan keyin bo'lgan jarayon hisoblanadi. Va bu bilan faxr bilan aytishimiz mumkinki, birinchi navbatda bizning birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov o'sha Abu Iso Muhammad Iso at-Termiziyning 1200 yiliga bag'ishlangan o'sha ilmiy anjuman o'tkazilishi va 90-yildan boshlab dastlabki qadamni qo'yilishi yoki bo'lmasa o'sha qadimiy Mavron-Nahr va Xuroson farzandlarining muolaganda jahon ilmiy ziyosi tarixiy zarvaraqlardan joy olgan buyuk allomalarimizni asarlarini qanchalik o'qisak, biz ruhan ham oziqlanamiz, ham ma'naviy jihatdan kamol topamiz. Shu o'rinda biz faxr bilan ayta olamizki, umuman Abu Rayhon Biruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Buxoriy, Az-Zamaxshari yoki bo'lmasa o'sha Rudaki, Farobiy asarlarini o'qiganimizda ulardagi asarlarda yo'rilgan ma'naviy kamolotga erishishda inson qay darajada bo'lishi kerakligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Va bulardan biz o'zimizni rivojlantirishimiz uchun, o'zimizni yana hayotimizni yanada mazmunli tartibda amalga oshirish uchun, mazmunli tartibda yo'lga qo'yishimiz uchun esa aynan biz ma'naviy kamolotga erishishimiz kerak bo'ladi. Qachonki ma'naviy kamolotga ega bo'lgan insongina u faqat yaxshilik ulashishga harakat qiladi. Unda nafrat,
unda o'sha boshqacha tuyg'ular shakllanmaydi, balki unda o'sha tuyg'ular asta-sekinlik bilan barham topa boshladi va o'rniga ezgulik, saxiylik kabi tuyg'ular o'z o'rnini egallay boshlaydi. Shunday ekan, har bitta inson mana shu ma'naviy kamolotga erishishimizni albatta bizdan oldin bosib o'tgan ajdodlarimizni boy madaniy merosi bizga dasturlamal xizmat qiladi va xizmat qilib kelmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yilning 2-iyundagi Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi o'sha farmonning qabul qilinishi aynan mamlakatimizda ma'naviy islohotlarga berilayotgan, ya'ni ma'naviy islohotlarning yanada izchil tartibda amalga oshirilishiga qaratilgan o'sha farmon hisoblanadi. Va bu o'rinda qator tadbirlarni amalga oshirilayotganligi, umuman olganda hozirgi kunda yangi O'zbekiston taraqqiyotini qurish negizida olib borilayotgan sa'y-harakatlar misolida oladigan bo'lsak, umuman har bitta talaba yoshlarning ma'naviyatini oshirish maqsadida kitobxonlik tanlovlarini amalga oshirilishi, tanlovlarni o'tkazilishi yoki ularning bo'sh vaqtlarini samarali, mazmunli tartibda o'tkazish uchun bir qancha tadbirlarni amalga oshirilayotgani bu ayni paytda ayni shu ma'naviyatga berilayotgan e'tibor hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdullayevich Karimovning o'sha 2008-yilda chop etilgan muqaddima 4 ta bobdan iborat bo'lgan 176 sahifali, ya'ni yengilmas O'zbekiston, ya'ni respublikasida aynan ma'naviyat sohasiga, ma'naviy-ma'rifiy ishlar sohasiga e'tibor qaratilishi maqsadida yuksak ma'naviyat yengilmas kuch nomli asari chop etilgan edi va bu asar hattoki shu dars sifatida ham o'qitildi. Umuman olganda biz o'sha 1991-yildan boshlab ma'naviyatga e'tibor qaratyapmiz va birinchi e'tiborimizni 1990-yilda o'sha Termiziyni tavalludini nishonlashga e'tibor qaratilganimizda, dastlabki o'sha asl qadamni 1991-yil buyuk alloma G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiyni o'sha yubileyini o'tkazish eng katta voqea hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. 1991-yildan boshlab yil nomlari berilishi ham bu ayni paytda o'sha har bitta berilgan mana shu 91-yil Alisher Navoiy tavalludini mana shu 550 yilligi munosabati bilan Alisher Navoiy yili, ya'ni bu yilga aynan allomamizga berilgan e'tibor va bu bo'yicha o'sha yildan yilga har doim mana shu Alisher Navoiyni tavalludini keng miqyosda nishonlashimiz va uning g'azallarini o'rganishimiz bu o'z navbatida o'sha umuman bozor iqtisodiyoti misolda, demak jahon miqyosida kuchli iqtisodiyotda o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan bo'lsa, ma'naviy jihatdan ham barkamollikka erishayotganini ko'rishimiz mumkin va bu o'z navbatida dunyo hamdo'stligi o'rtasida ham o'ziga munosib o'rinni egallaydi. Chunki o'z tarixini bilmagan inson yoki bo'lmasa o'z tarixiga berilayotgan e'tibor, o'z tarixi va ajdodlarini siylagan xalqni kelajagi albatta porloq bo'lishi shubhasiz. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining qarori, ya'ni 1997-yil 23-dekabrdagi qarori alohida ahamiyatga ega. Bu qarorda Samarqand va Toshkent shaharlarida va xorijiy mamlakatlarda UNESCO homiyligida Behzod tavalludining 145-yilligi nishonlanishi va ayni paytda mana shu 2000-yil 23-noyabrda o'sha Toshkentda Temuriylar tarixi davlat muzeyida Behzodga bag'ishlab, Kamoliddin Behzodga bag'ishlab o'sha san'atshunos olimlar ishtirokida xalqaro ilmiy konferensiyani o'tkazilish ham aynan ma'naviyatimizga berilayotgan e'tibor va bu o'rinda yana alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Behzod tavalludini nishonlash bilan
barobarida o'z navbatida Kamoliddin Behzod hujjatli filmi olinishi 2002-yilda 2 qismli bu film o'z navbatida yoshlarni tarbiyasida, umuman nafaqat yoshlar va kattalarning tarbiyasiga alohida ahamiyatga molik hisoblanadi. Undan keyin yilma-yil tartibda o'sha ma'naviyatimizga berilayotgan e'tibor sifatida ko'rishimiz mumkinki, 1994-yili Mirzo Ulug'bek tavallud topgan kunning 600 yilligi nishonlanishi, 1996-yilda esa Amir Temurning 660 yilligi nishonlanishi. Hattoki shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Amir Temurga berilayotgan e'tibor, ya'ni Amir Temur tavalludi mana shu UNESCO Parijdagi o'sha qarorgohida hattoki Temuriylar davri, fan va madaniyat va ma'rif yashash mavzusidagi o'sha konferensiyaning ko'rgazmasi ochilishi bu alohida e'tirofga sazovor hisoblanadi. Va birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov hattoki O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini tuzishda ham Temuriylar davridagi Amir Temur o'z davlatini boshqarishda o'zining konstitutsiyasiga ega bo'lgan Temur tuzumlari kitobidan foydalanganligi bu alohida ahamiyatga ega. O'z navbatida 1999-yil Jaloliddin Manguberdining 800 yilligi nishonlanishi yoki bo'lmasa o'sha ma'naviy xalqni yanada o'zim xalqni uni ongini boyitishda yoki bo'lsa ma'naviy hayotni yanada takomillashtirishga maqsadida Imom al-Buxoriyning o'sha Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turadigan Al-Jami' as-Sahih asarini alohida ahamiyatga ega ekanligi va bu o'rinda Al-Adab al-Mufrad asari, Imom al-Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad asari o'zbek tiliga tarjima qilinib nashrdan chiqarilgani. Umuman olganda 1998-yilda o'sha Imom al-Buxoriy tavalludining 1225 yilligi keyingi miqyosda nishonlanishi va shu bilan birgalikda Farg'oniyni 1200 yilga jahon miqyosida keng e'tirof etilishi va keng miqyosda ularning tavalludi nishonlanishi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Va bu bo'yicha ilmiy anjumanlar, shuningdek badiiy ko'rgazmalar ochilishi ham ayni paytda ajdodlarimizga berilayotgan e'tiborli bir namunasi hisoblanadi. Umuman olganda biz aytishimiz mumkinki, mustaqillikka erishganimizdan keyin qator ishlarga qo'l urdik desak bo'ladi. Chunki 1990-yil iyun oyida birgina Saudiya Arabistonga musulmonlarimizning aynan haj safari, haj amalini o'sha amalga oshirish uchun haj safariga borishlik uchun musulmonlarning Saudiya Arabistoniga haj qilish to'g'risidagi o'sha farmonga imzo chekilishi bu katta bir burilish hisoblanadi va bu aynan musulmonlarimizga O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin yana bitta e'tibor namunasi hisoblanadi. Umuman olganda mana shu 1991-yilda haj qilish bo'yicha 350 kishi sazovor bo'lgan ekan. Lekin mustaqillikdan keyin bu yanada oshdi. Yaqin 10 yillik misolda oladigan bo'lsa, 2001-yilda aynan ularning soni 3801 kishiga yetganligini, ya'ni jami mustaqillik yillarida haj ibodatini ado etishga bo'lgan ishtiyoq, ya'ni haj ibodatini ado etishga bo'lgan yana muvaffaq bo'lganlarning soni esa 31057 kishini tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatida o'sha din inson ruhini poklashi, odamlar orasida mehr-oqibat uyg'otishi, milliy qadriyat va an'analarimizni asrashga xizmat qilishini jamiyat hayotda muhim o'rin tutishini belgilab beradi. O'zbekistonda biz bilamizki 136 ta millat, salkam 140 ta millat va elatlarning vakillari yashaydi va har bitta millat va elat vakillariga alohida e'tibor berilyapti. Ularni sha'ni, qadr-qimmati
o'sha oyoq osti qilinmagan holatda, hattoki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham alohida moddada ko'rsatib o'tilgan. Bu o'rinda biz bemalol baralla ayta olamizki, O'zbekiston ko'p millatli mamlakat hisoblanadi va turli mamlakatlarni, turli millat vakillarini, ularning o'sha manfaatlarini uyg'unlashtirgan holatda, shuningdek o'sha ular orasida totuvlikni va ta'minlash maqsadida O'zbekiston o'zining taraqqiyotini hal qiluvchi omillardan biri sifatida aynan ma'naviy barkamollikka erishayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasa biz bugun bemalol aytishimiz mumkinki, o'sha Toshkentda o'sha 2000-yilning sentyabrida UNESCO rahnamoligida Jahon dinlari tinchlik madaniyati yo'lida mavzusida dinlararo muloqot va xalqaro anjuman bo'lib o'tganligini, yoki bo'lmasa hozirgi kunda 1999-yilda Toshkentda Markaziy Osiyoda birinchi islom universitetining ochilishi va mamlakatimizda 10 ta diniy ta'lim muassasasi, shuningdek Toshkentda Islom instituti va 9 ta o'rta maxsus o'quv yurti faoliyat ko'rsatayotganligi, bularning ichida esa 2 ta xotin-qizlar o'quv muassasalari borligi, bu o'z navbatida aynan mana shu buyuk tarixda hech narsa izsiz qolmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Har bitta insonni qonida, ya'ni aytishimiz mumkinki, o'sha o'tmishda bo'lib o'tgan voqea, hodisalar hech qanday izsiz yo'qolib ketmaydi, balkim undan ular anglangan holatda, ya'ni xatolarini takrorlamagan holatda yana kelajakka qarab intila boshlaydilar va yanada yangi marralarni zabt etish uchun qo'lga kiritish esa o'z ustida ishlagan holatda o'zini ruhiy kamolotga erishishda esa o'zini ma'naviy jihatdan oziqlantirib boradilar. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, ya'ni O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning shunday fikrlari mavjud va bu fikrlarni o'qib eshittirganim ma'qul deb o'ylayman. Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Yangi tahdidlar, jumladan ommaviy madaniyat xavfi va boqimandalik kayfiyati paydo bo'layotgan odob, axloq qadriyatlarimizning yo'qolishi xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida bu g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda degan fikrlari albatta o'rinlidir. Qachonki boshqa mana hozirgi kunda terrorizm degan tushuncha mavjud, yoki bo'lmasa diniy terrorizm, umuman olganda bu o'z navbatida ommaviy madaniyat degan tushunchalarning paydo bo'lishi o'z navbatida mana shu oqimlarga yoki kirib ketilishi, yoshlarning tez va osongina kirib ketishi nimadan kelib chiqadi? Bu o'z navbatida yana dankasalikdan, nima ish bilan shug'ullanayotganini bilmasligidan, bekorchilikdan, o'zini aniq bir maqsadi, o'zini bir aniq bir g'oyasi yo'qligidan, o'zini bir aniq bir oddiy qilib aytadigan fikriga ega emasligidan kelib chiqadigan holatlar. Bunday holatlarni bartaraf etish uchun esa o'z navbatida nafaqat nuroniylar jamoasi, ya'ni balki nafaqat jamoatchilik kengashi, balki insonni o'zi ham mana shu holatdan chiqarishga o'zi xizmat qilishi kerak. Qachonki inson o'zini o'zi mana shunday vaziyatdan chiqarib, mana shu jamiyatda o'z o'rniga ega bo'la oladigan shaxs bo'lib kamol topishda, ya'ni menga davlat nima beryapti degan tushunchani faqat kutib yashash emas, balki men nima davlatga berishim mumkin ekanligi fikrini o'zida jamlantirsagina u o'sha oldinga qadam qo'ya oladi va maqsadlari sari olg'a dadillik bilan qadam tashlab
intilib o'zini kelajagini yarata oladi deb o'ylayman. Umuman olganda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev diniy qadriyatlarga o'ziga xos yondashuv, ya'ni xalqimiz kelajagi va yoshlarimiz tarbiyasiga beqiyos o'rinni teran anglash lozimligini doim uqtirib keladi va shu o'rinda azaliy qadriyatlarimiz va axloqiy fazilatlarni o'zida mujassam etgan muqaddas dinimizni asrashimiz va qadrlashimiz har birimizni sharafli burchimizdir. Chunki islom haqiqatni anglash demakdir. U odamzodni ezgu amallarni bajarishga undaydi. Har birimizni yaxshilik va tinchlikka chorlaydi. Haqiqiy inson bo'lishni o'rgatadi degan fikrlari teran ma'noga ega. Bo'ldimi?